Ana Til Ösmirler kanalımıza hoş geldiniz. Assalamu alaikum küçük dostlar. Ana Til Televiziyası Ballar kanalına hoş geldinler. Koratqınlar bilen bulaqan programımız. Ben sizlerinin riyasetçi dostlar Munibe Sabir. Bilen bulaqan programımızda qanday qiziqarli mazmunlar sizlarni kutib turayotgan dua. Amsa can enikimizga marhamat. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ben Türkiye İstanbul'dan Muhammed Adil. Ben sizlerge Abduxalıq Uyğur'nun Oyğan şiirini diklaması yakıp vermekçimen. Meni yaxtırıp anlaşınlarını ümit qilimen. Şiir Oyğan. Ey pikir Uyğur Oyğan uykun iter. Sende mal yok endi kesse can gider. Bu ölümden uzağını kutkazmısan, ah senin halın xatar, halın xatar. Kop dedim beşini kötür, uykunu aç. Rakibinin beşini kes, qinini çaç. Köz içip etraf koptan bakmısan, ölüsen armandı bir gün yok ilaç. Hilmi cansız okşaydı tinen. Şunu yokmançı ölümden mıgımın. Kışkırsam kımırlamay yatsan. Uyganmay ölmekçi misin şopitin. Közünü yuğan içip etrafı bak. Öz istikbalın hakkında oylan uzak. Kessi kıldın bu ganimet pursat. Kilecek işin çatak, işin çatak. İçinar künlüm sana ey Uygurum. Sepdişim, kıyrındişim, bir tukunum. Köyünüp halın koygasam seni. Anlamaysan zadinime bulğunum. Kidudu bir gün pişayman kılısan. Tehdiği gepke şu çağ deyitsen. Hey desen. Şu çağda ölgürmey kalur. Şunda Uygur sözüge ten birsen. Assalamu alaikum sevimli dostlar. Ben Aqide sizlerge Qashqar şiirleri degan tekstni o'qib bermoqchi. Qashqar güzel ve sehrlik şehir. Qashqar şehri yaman ko'cha, zargarchi ko'cha, avvalshimka ko'cha, xazinchi bek ko'chasi, bulaqibshi ko'chasi degandek chiroyli nomlar bilan atilib kelayotgan nurg'un ko'chalardan tarkib topgan. Siz bu ko'chalarga kirib salla diqqat qilmasangiz yanadigan yo'l topolmay qolasiz. Biroq ansirmang. Agar siz ma'lum ko'chaga kirib izib qolsangiz darhol yo'lga yotqizilgan kishining shakliga qarang. Qishlar udulsiga yotqizilgan bo'lsa, bu ko'chadan boshqa ko'chalarga chiqilib bo'lganligini, to'g'risiga yotqizilgan bo'lsa, bu xalta ko'cha ekanligini bildirdi. Qashqardagi uy ustiga solingan uyga qarab hayron qolmang. Qashqarliklar o'g'lini o'ylaganda o'z uyining ustiga uy solib, o'g'il bilan kelinga ayrim hujra tutib beradi. Bu uy balxona deb atildi. Qashqarda uylangan o'g'illar bir mezgil ota-onalari bilan birga turish an'anasi bor. Birga turish orqali cho'nglar yangi uy tutgan farzandlariga qanday yashashni o'rgatadi va inoq oila qurishga asos solib beradi. Qashqarning choyxonalarimi bir mo'jiza. Burungi chaqlarda Qashqar shahrida Savovar
deb atıldığan çayxanalar köp idi. Bundaq çayxanalar gün boyu hazırlanıb çay içkəç mundişib oldurduğanlar bilan avad bulub kitətdi. Aşındaq çayxanalarının bugünkü gündə saxlanıb qalğanları var. Bundaq çayxanalar acayip illiqlığı, çiğnin təmlikliki və xoş buraqlığı bilan məşhurdur. Bundaq çayxanalardakı çay otunda qaynatılıb mis çəynəkdə dəmlənirdi. Assalamualaikum arkadaşlar, benim ismim Mesut Meslekası. İlk ben ne tükettim diyen hikayenin bunun emsal başlayla. Oyuncam mektepten nahayda hoşal qaytıp geldi de. Dadısıға, dada ben ilk ben ne tükettim dedi. Dadısı hoşal bulup oyuncamga. Nahayda yaxşı buluptu, okup bakına kızım dedi. Oyuncam ilk bendeki İlpa kitabındaki bir dikisini yıkılca duduklamay okup verdi. Dadısı barakallah kızım yaxşı öğrenipsiz dedi de oyuncamın pişanesi süp koydu. Hem de sizge emdi Türk yaxşı kitaplarını ilip vermən. Tirişip okun. Çoğun bulğanda yaramlıq adam bulup vatan halk üçün töhbə qoşun dedi. Oyuncam dadısıға qarab bilip durup dada mən çoxum ümidinizle aqlayman dedi. Adaşı ikimiz misafirdik. Assalamualaikum sevgili dostlar. Mən ismim Saliha və sizlərə Tülkünün Amalı degan çöçəkni oxub berey. Bir ormanlıqda yolvoz padişah, iyi qazi, böre hakim iken. Ular intayin zalim iken. Başqa hayvanlar onlarga öç iken. Bir günü böre hakim Tülkünün inisiga tushlik tamaqni üçün bir qoza keltirishni buyurupdu. Tülkü bunu uğrayanmaktı. Gazaplangan böre hakim onu zindanğa taşlaptı. Tülkü inisiga içinip böre hakimden öç ilişni kepti. Bir günü Tülkü böre hakimden yeniga kelip tazim baca keltirgandan keyin merhametlik ulug' hakim qarindishim o'zlarini buyruqlarini o'rayolmay zindan tushib qopti. Qo'zini inim o'rnida men tayyor qildim, inimni qo'yib bersilagan debdi. Böre hakim qo'zchoq qani deb so'rabdi. Kun bitishi bilan uyimga kelib nesbirlarini yeb ketarlar debdi Tülkü. Qo'zchoqni yeb bo'lib iningni qo'yib beray debdi böre hakim. Tülkü börening qishidan chiqib iyi qozini yinal kelib shariatni oldi qozi Sınıf keşiklikleri üçün bir mozaik tayyorlab qo'ydi. Kun bitishi bilan uyga bir mehmon bo'lib ketarlar. Böre hakimdan nimning gunohini tilab berarlar debdi. Tülkü bu yerden chiqib yolvoz podshoh huzuriga keldi va 9 ta'zim qilgandan keyin kun bitishi bilan huzurimga berib mehmon bo'lib ketarlar. Semiz bir tayni o'zlariga xos tayyorladim debdi. Böre hakim inimni zindonga solganda qutuldirib bersikan degan uchunman debdi. Yolvoz podshoh bu gapni anlab darhol 2 yasovulni zindonga avatib Tülküning inisini zindonda ozod qildi. Tülkü uyga qaytib 3 qavatli kot yasabdi. Inisiga yolvoz kelgandan keyin ishni urushni to'plabdi. Kun bitishi bilan birinchi bo'lib böre keldi. Tülkü mehmonni uyga boshlab qozini ilib beray deb turishiga eshik urilibdi. Böre surishtirib iyiqna kelganligidan xabar tepibdi va qo'zi turmoq o'zini misaq qolmaydiganligini bilib Tülküdan
Özünü yuşurup koyuşta oturmuştu. Tülke böğrüge kadının üstündeki kahvet işkini içip beripti. Böğre içge kirişi bilen işkini koluplaptı. Andan iyakni öyge başlap mozayını elip kirmekçi bulup meğaşıga yolbaz kepti. Yolbazını kelgenini anlagan iyak mozay turmak azına çekişidiganligini oylap, tülkeden yuşurup koyuşni tarap qıptı. Tülke katına ikkinchi qavat ishkin içip beripti. İyak kirishi bilan katına ishkini quluplaptı. Andin yolbaz padişahni öyge teklif qilib o'tirg'izganda ishik yana urilibdi. Tülke ishga chiqib kiribla Ulu padişahım iki şir ağaynam kepti depti. Yolbaz iki şirga tam kelelmeydiganligini oylab, tülkeden özünü yuşurup koyuşni ötünüpti. Tülke bu qatim katning tuvandagi qavat ishni içip beribdi. Yolbaz katga kirgandan keyin ishni quluplapti. Andan aka ini tülkiler uyga ot qo'yib ularni ko'ydirib ko'l qilibdi. Shundan keyin bu o'rmonlikda hayvonlar zolimlardan qutulibdi. Kirpi bilan borsuk. Tong saharda kirpi o'rmonlikqa meva targili minibdi. U yo'l bo'yida bir borsukning o'rindiq yasayotganligini ko'ribdi. Borsuk 3 o'rindiqni yasab bo'lgan ekan. O'rindiqlar qo'pol bo'lsa-mu, biroq borsukning xili ajr qilganligi bilinib turadi ekan. Kirpi bir o'rindiqni qo'liga ilib sinchilab qarab, "Borsukjon, qo'lingni haqiqatan ishkiladigan. Bularni bir-biridan yaxshi yasabsan" debdi. "Rostmi?" debdi borsuk xushal bo'lib. Kechqurun kirpi qip-qizil olmalarni yurib uyga qarab minibdi. Borsuk kirpini ko'rib xushxo'ylik bilan uning oldiga beribdi. Andin uningga bir o'rindiqni sovg'a qilibdi. Kirpi o'ng'aysizlangan holda: "Men sana yordamlashmagan tursam, o'rindiqni olsam qandoq o'rindiqni olsam qandoq bo'ladi?" deb so'rabdi. Borsuk kirpining qo'lini tutib: "Men o'rindiq yasashni o'rganayotgan vaqtimda sen menga madad berding. Qara, men o'rindiq yasay oladigan bo'ldim. Bu mening ko'nglim qabul qilgan" debdi. Kirpi ikki tal olmani borsukqa sunib: "Bu mening ko'nglim qabul qilgan" debdi. Borsuk olmani ilib: "Pah, men bundaq asal olmani zodila ko'rib boqmabdiganman" debdi. Kirpi xushal bo'lib: "Rahmat sana, bu so'zing harduqimni chiqardi" debdi. Assalomu alaykum. Mening ismim Muniba Sabir. Hozir men sizlarga turib qaytib keldi degan hikoyani o'qib beraman. Qor yig'ib sovuq chiqdi. Oq toshqonning oziqi tugab, sirtqa yeydigan narsa izlab chiqibdi. Oq toshqon qor ostini ko'lab, ikki tal turib tepibdi. Havo bek sovuq. Maymunchoqning cho'qim qursi qochdi. Men bu turibni uning bilan birga yeychu deb o'ylabdi oq toshqon. Oq toshqon ikki tal turibni elib maymunchoqning uyiga beribdi. U eshikni qoqqan ekan, uy ichidan sado chiqmabdi. Oq toshqon uyga kirsa, uyda hech kim yo'q. Aslida maymunchoqmi sirtqa yeydigan narsa izlab chiqib ketgan ekan.
Aqto'shqan turupning kichigini o'zi yeb, cho'ngini stolning ustiga qo'yibdi. Bu vaqtda maymunchoqmi yeydigan narsa izlab yetib, qarbek qilinayotdi. Buning qo'rsiqi cho'qim echib ketdi. Men nigudek biror narsa topa olsam, uning bilan birga yeyishim kerak, deb o'ylabdi. Maymunchoq qor ostidan bir necha tol hosil tepib olibdi. Maymunchoq kichik buvining uyi tarafga qarab mengabdi. Ketib etib, uyining eshigining ochiq turganligini ko'rib, birisi keldimi nima deb o'ylabdi. Maymunchoq uyga kirib, ustida turgan yo'g'on turupni ko'rib, buni cho'qim yaqin do'stimdan birarsi akeldi. Men buni kichik buvga opirib qo'yib beray, debdi. Maymunchoq kichik buvining uyiga kelib qarasa, eshik mahkam etiklik ekan. Aslida kichik buvim sirtqa yugurib biror narsa izlab chiqib ketgan ekan. Maymunchoq qo'lidagi turupni deraza tagchisiga qo'yibdi. Bu vaqtda kichik buvim qorda narsa izlagach, havo bek sovuq. Ayiqchoqning qo'rsiqi cho'qim echib ketdi. Men nigudek biror narsa topa olsam, uning bilan birga yeychu, deb o'ylabdi. Kichik buva qor ostidan bir tup karabsha tepib olibdi. Kichik buva karabshini olib ayiqchoqning uyiga qarab mengabdi. Uyning oldidan o'tib ketib, qordagi oyoq izini ko'rib qolibdi. U uyga kirib, deraza tagchisidagi turupni ko'rib, buni cho'qim yaqin do'stim sovg'a qildi. Men buni ayiqchoq bilan birga yeychu, deb o'ylabdi. Kichik buva ayiqchoqning eshigining oldiga kelib, eshikni och, deb to'labdi. Ammo uy ichidan sada chiqmabdi. Aslida ayiqchoqmi yugurib biror narsa izlab sirtqa chiqib ketgan ekan. Kichik buva qo'lidagi turupni eshik tubiga qo'yibdi. Bu vaqtda ayiqchoqmi qor ostidan yugurib narsa izlagach, qarbek qalin Aqto'shqaning cho'qim qo'rsiqi echib ketdi. Men biror narsa topa olsam, uning bilan birga yeychu, deb o'ylabdi. Ayiqchoq qor ostidan bir qizilcha tepibdi. U qizilchini elib Aqto'shqaning uyi tarafga qarab mengabdi. U uyining oldidan o'tib ketib, kichik tubidagi turupni ko'rib qolibdi. Bu cho'qim yaqin do'stimning menga qilgan sovg'asi, deb o'ylagan ayiqchoq turupni ko'tarib Aqto'shqaning uyiga ketdi. Aqto'shqan uxlayotgan ekan. Ayiqchoq turupni uning karavotning yoniga qo'yib ketib qolibdi. Aqto'shqan uyg'onib, karvat beshida turgan turupni ko'rib, turib qaytib kelibdi. Bu cho'qim yaqin do'stimning sovg'asi, debdi. Assalomu alaykum kichik do'stlar. Mening ismim Nasiba. Men sizlarga Daftarning nolasi degan she'rni o'qib beraman. Daftarning nolasi. Men sinfning oldidan o'tib ketib boratdim. Anglab g'ayri ovozni atrofimga qaraydim. Shuncha ma'yus ko'ngilsiz anglinatdi zorlanish. Kirsam sinib ichiga yuz beribdi xorlanish. Nola qilib bir daftar yerda yig'lab yetibdi. Bir savoqda shu holda yirtib tashlab ketibdi. So'radim men daftardan yig'lashdagi sababni. Iti daftar yosh to'kib ichidagi dardlarni. Tursun degan saboqdash magizidin ip kelgan. Topshiriqqa tutayda bog'chisiga sip kelgan. Mana bugun to'g'ri 4 kun bo'ldi alg'ili. Varaqlarim yirtilib mushu faqat qolg'ini. Hadisilar bir varaq olar yirtib ichimdan. Shunga vayron bo'p ketdi him ayrilib qatqitimdan. Qoldi aran tishimda faqat bir qat yepincham qo'li qiyg'a kirmas so'z har qancha ko'p yig'laysam. Bog'chisidan ipmini atdi oxir bir qaytib
dəsəb çeylib ketdi u canlarımni sırqıtıb. Bu xorluqqa çidimay şuna yığlab yatqıным çıkmaz hergiz isimden dert alemge patqıным. Anlap defter sözini əcəblendim bu işqa. Oquşdiki dostini tursun xarlarni mişqa. İtinlarcu yaş dostlar şunda qılsa bolandı. Kitap defter qalemni buzuz çiçiş yarandı. Oqış qoral qadirlik bizning yaqin dostimiz. Buni asrab işledi. Hiç vazifemiz burcimiz. Assalomu alaykum hurmatli kichik do'stlar. Mening ismim Muslima. Men sizlarga hozir Qo'zichiqim degan she'rni o'qib bermoqchi. Qo'zichiqim, qo'zichiqim, qo'zichoq, bahor keldi qarab boq. Hamma jahon yop-yeshil, sakrab o'yna taq taq taq. Sen tug'ulding qishliqda, ko'rmeding sen baharni. Endi qo'rqma sovuq yo'q, haydivatdi qarlarni. Assalomu alaykum kichik do'stlar. Mening ismim Nafisa. Men sizlarga Alloh rizq berguchidir degan she'rni o'qib beraman. Alloh rizq berguchidir. Adil bir kuni o'yning beg'ida uzun sap bo'lib mengayotgan bir to'p cho'millarga qarab o'tirdi. Buni ko'rgan dadasi Adil nimaga qaravaysan o'g'lim deb so'rabdi. Dada men cho'mililar haqida o'ylanyapman. Cho'mililar yemaklikni qandoq to'playdigandir? Oğlum, Allah bütün mahlukatlarga rizq berguchidir. Allah Kur'an-ı Kerim'de mundaq degan: yeryüzündeki hayvanlarning hammasiga rizq berishini Allah merhamet yüzesinden üstüge algan. Çömeliler ve başka varlık mahlukatlar yemeklik izleş üçün tirişidir. Allah onların tirişçanlığına asasen rızık verir. Allah onlara rızık vermişse idi. Onlar karıgılarca yemeklik izdevergen, hatta açlıktan ölüp kalgan bulattı. Dada bizge kim rızık verir? Oğlum, kömelilerge rızık bergen Allah bizge mi rızık verir? Allah bu dünyada mahlukatlarının hemmesine öz rızkını taksim kıldı. Kim ki hakkı takvadar bulup Allah bergen nimetlerge şükür kılıdiken, Allah ahirette hasilep savab verip cennetke kirgüzidir. Meslen ben her günü işqa bariman. Allah tevekkül kılman. Allah bana öz rızkını takdir kılıp verdi. Allah bizge rızık vermegen ve
in'am qilmagan bo'lsa, biz yeydigan yemek içmek topolmagan bo'ldik. Şunlaşqa biz Allah bergen nimetlerge köp şükür qilishimiz kerak. Assalomu alaykum. Men Sumeyya. Men sizlarga bugun do'stimga degan she'rni o'qib bermoqchi. Do'stim har kuning ma'nilik bo'lsin, aql bag'onga gul chechaklar to'lsin. Bog'lar belanға to'lab kamardek, qaysar jangchi bo'l, yangi safarda. Harmay o'ginib qilg'in takabbur, hal vatan sana yetar teşekkür. Assalamu alaykum do'stlar. Mening ismim Zulkifil. Men sizlarga ko'k yopurmak degan hikoyani o'qib beraman. Kotaning ikki tal yeşil qarindoshi bor edi. Linaning bo'lsa bir talmi yeşil qarindoshi yo'q edi. Lina Kotaga "Mana yeşil qarindishingdan birini berib turamsan?" deb so'radi. Biroq Kota "Men opamdan so'rab boqay" deb javob berdi. Ertesi mektepga kelganda "Apang ruxsat qildimi?" deb so'radi Lina. Kota birdan turib "Opamga ruxsat qildi, lekin men akamdan so'rab boqishim kerak" dedi. "Mayli, akangdan so'rab boqqin" dedi Lina. Ertesi Kota maktabga kelganda Lina "Qanday akang ma'qul bo'ldimi?" deb so'radi. "Akamga ma'qul bo'ldi, biroq sen qalamimni sundirib qo'yarsanmikin" dedi Kota. "Men avaylab ishlataman" dedi Lina. "Avaylag'in uchlama, bek kucha bosma, tishlama, bek jiq ishlatma" dedi Kota. "Men faqat mau rasmdagi daraxt yopurmoqni bilib yaylaqni bo'yavolsamla bo'ldi." "Yaylaqnimi bo'yamsan? Undaqda qarindosh bek xo'rab ketadi" dedi Kota. Qo'shnisini turib uning chiroyiga yana rozi bo'lmaslik alomati paydo bo'ldi. Lina uning chiroyiga qarab qarindoshini olmasdan ketib qoldi. Kota ajablangan holda uning keynidan yugurdi. "Nima bo'lding?" "Men qarindishimni ishlatgin bo'ldi, boshqa amal qilay" dedi Lina. Rasm darsi vaqtida o'quvchi "Lina, siz daraxt yopurmoqi bilan yaylaqni nima uchun ko'k rangda bo'yadingiz?" deb so'radi. "Mening yeşil qarindishim yo'q edi. Nemishqa boshqa do'stlaringizni oriyat ilib ishlatmadingiz?" Lina indamadi. Biroq Kota izo tortganidan qizarib ketdi. "Men unga qarindishimni bergan edim, olg'ili unamadi" dedi u. O'qituvchi ikki qizga qarab "Chiroylicha berganda andin boshqalarning olg'usi keladi" dedi.